Hayrat Hagenov. Hazan Davletxan qo'rining yetakchisi Qozog'istonning qo'riq artisti Milausha Tabendarova. Bor uyim, kecha kunduzi sizning xotdan millati. Sog'lig'im mening sog'liq, og'ruvim mening og'ruvim. Sizin qarshimda bor narsalarda izgi ham hurmatli. Dunyo bilsalarda sotman, millat, milliyatimni. Seniki deb hisoblasalar, baxtliman. İyilikli şairim olurga niyetliman. Agar millat meni iltifot etib isga olsa, shu mening tirishlig'im, shu mening tilagim ham baxtim. Mening seni yaratuvim turida siyladim ey millatim. Men ishonamki, senda meni do'st ko'rsin.